holatlari. Keyin qarangki, birdaniga o'zgardi, qo'ydi Marjona ham. Chunki qarz ikki qo'ldan chiqadi deydi-yu. Sen qanaqa salomlasang, o'sha seni salomingga yarasha, ohangga yarasha ohang bilan javobi bor ekanda bu dunyoda ham. Aytadi-yu, tepada bor so'rovchi deydi-ku. Mana Allohim ko'rib turganda, mana endi o'ziga qaytyapti hamma narsa. Marjona endi ammani o'ziga qaytar dunyo qilyapti-da. U o'zi boshida o'sha qanaqangi chiroyli muomalada yurgan bo'lsa, amma ham o'zini jigariga qaraganday, o'sha kelin demasdan, o'zini jigariga qaraganda Marjona ham bunaqa yomon fikrda ammaga sapchamagan bo'lardi-da. Buni hayot shunga majbur qildi Marjonani ham. Endi har bitta gapida o'ziga ilonday tashlanyapti. Endi amma ham ilonvachi degan so'zga o'tdi. Ikkalasi mana qiypichoq deydimi, nima deydi? Qirpichoq bo'lishyapti-da hozir. U o'zini bolasidan ayrildi. Nima bo'lgan taqdirda ham mayli, shu mani erim deb yana qaytib kelib yashadi. Ya'ni bu degani oila muqaddas birinchidan. Nima bo'lgan taqdirda ham oilam buzilib ketmasin dedi. Endi faqat nimani oldiga maqsad qo'ygan? Endi o'zimni qadrimni bilaman, o'qishimni davom ettiraman, kelajagim uchun harakat qilaman, oilamni ham olib ketaman, ajrashmayman. Faqat ammaga o'zini jiyaniga qilgan ishlari uchun hammasini birma-bir ko'rsatib qo'yaman. Ya'ni bu yoqda ammaga u zulm qilmayapti. Ammani nima deydi? O'zgarishini xohlayapti. Yaxshi inson bo'lishini xohlayapti. Lekin ich-ichidan Marjona o'zini ammasini juda ham yaxshi ko'radi. Misol uchun mana hozir kasal bo'lib qolyaptilar. Baribir ichi achib qarayapti. Va bir doktorlikka o'qigan-ku. Qarab, anu qilyapti, bildirmayapti tashqisidan, lekin hamma o'ylabdi, zug'um qilyapti, o'zgarib ketdi. Yo'q, unaqa emas. Nima bo'lganda ham u birinchi o'rinda kelin emas, jiyan ammasiga baribir yaxshi ko'radi, qarab, hurmat qiladi. Shunaqa. O'zim bilmadim, men hayotimga shunaqa narsa tushmasin loyim. Lekin tushganda gaplashib ko'rishga harakat qilardim. Hamma narsani to'g'rilashga, chunki bunaqa yurish, bunaqa bir-biri bilan bitta uyda yotib turib, shunaqa urush qilish to'g'ri emas deb o'ylayman. Ba'zi xonadonlarda tinchlikni buzadigan eng katta sabab bu qaynona va kelin o'rtasidagi tuganmas nizodir. Qaynona o'zini doimo haq deb bilib, kelinning har bir qadamini nazorat qilishga urinadi. Uning kamchiligini qidiradi. Kelin esa buni bosim deb qabul qiladi. Ich-ichidan qarshilik qiladi, hurmat o'rniga sovuqlik bilan javob qaytaradi. Shu tariqa oddiy tushunmovchiliklar asta-sekin katta adovatga aylanadi. Bilasizmi? Hozir o'zim hayron qolyapman. Yo'q-ey, shunaqami? Kutilmagan voqealar bo'lyapti, lekin bular haqida so'z ochishni bilmayman. Aynan o'zimni personajimga keladigan bo'lsak, atrofida bo'layotgan voqealardan xabar, mana siz atrofingizda bo'layotgan voqealardan siz xabarsiz bo'lasiz. Lekin sizni kuzatib turgan, sizni atrofingizdagi insonlar xabardor bo'ladi, ko'rib turadi, lekin siz buni sezmaysiz. Hozir meni qahramonimda shunaqa vaziyat bo'lyapti. Shunaqa bo'ldimi? Shunaqa bo'ldimi? Nega u yoqdan chiqib kelyapti? Nima sabab? Lekin buni aytgim kelmayapti. Aynan bu voqealarni tomoshabinlarimiz ekran orqali ko'rishlari kerak, kuzatishlari kerak. Birgalikda bilib olamiz nima bo'lishini. To'g'risi o'zim uchun ham hozircha sir bo'lib turibdi. Qumir obrazi esa serialning eng yorqin va sodda qoladigan qahramonlaridan biriga aylanib ulgurdi. Ushbu murakkab, ichki ziddiyatlarga boy rolni Jamila G'ofurova shunchalik mahorat bilan ijro etyaptiki, tomoshabinlar har bir qarashiga, har bir so'ziga chin dildan ishonishmoqda. Aktrisa ushbu obraz orqali Qumrining og'rig'ini ham, g'ururini ham, yashirin niyatlarini ham jonli va haqqoniy ko'rsatib bermoqda. Aynan shu tabiiylik sabab tomoshabinlar bu obrazni nafaqat kuzatmoqda, balki u bilan birgalikda yashamoqda. Nima desam ekan, u shunaqangi ayol odamki, qahramonim. U yomonlik kelsa ham, voy bu meni qaysidir ishimga, kimgadir qilgan yomonligimga qaytdi deb o'ylaydigan ayol emas. Agar unda shunaqa o'ylaydigan, mana miyasida, boshida shunaqa bir o'ylaydigan bir yaxshi alomatlari bo'lganda, bu o'ziga kelib olgan bo'lardi ko'p joyda. Lekin bu o'ziga kelmadi, kelmaydi. To'g'ri, farzandi kasal bo'ldi, oyog'i ishlamay qoldi. Lekin bunga dars bo'lmadi.
dars bo'lmaydi ham. Ha, nimasini aytasan? Bo'pti, mayli, gaplashamiz. O'zingni ehtiyot qilgin. Hop. Voy, Iya, opa, assalomu alaykum. Voy, Yaxshimisiz? Qumrxon. Va alaykum assalom. Maslahatchi singiljonim bormisiz? Borman. Yangalik bormi? Ma? Ay. Qumrxon, Ha. baraka toping. Iloyim bolalaringizni rohatini ko'ring. Ana siz aytgan oq choyshab borku, Ha. ish berdi. Ey, endi ana megajin Samira borku, Aha. bitta o'zi uyda qolgani qo'rqadi. Uxlolmay ham qoldi. Odamlarni man rolimga nisbatan gaplari, qarashlari esa judayam yomon. Lekin nima desam ekan, bu aktrisa sifatida aytamanki, bu mani yutug'im. Yomon ko'rishyaptim, demak, man o'z maqsadimga erishyapman. Chunki Qumri haqiqatan ham yaxshi ayol emas, yaxshi kelin emas, yaxshi xotin ham emas, yaxshi ona ham emas u. G'irt yupatchi, ichi qora, ko'ra olmaydigan, go'zallikni, yaxshilikni ko'ra olmaydigan bir nima desam ekan, ichi qora bir kelin. Ochko'z, ochopat. Mani obrazim shunaqa. Qumrini obrazi, albatta bunaqa obrazi hech kim oqlamaydi, hech kimga yoqmaydi. Agar bir ikkitasi chiqib qolmasa, yoqadigan odam. Lekin man obrazim shunaqa ayol, bir yoqimsiz kelin. Lekin serialda bir ajoyib hali joylari bor. Odamlar, tomoshabinlar kutmagan joylari bor. Hali hayron qolishadi tomoshabinlar. Bu aslida dushman kelin kimligini bilib olishadi. Eng ta'sirlanganim epizodda bu o'zim onam. Ayniqsa o'sha Fotihang bo'ldi, bor, uchrashibki kuyov bilan degan epizodimiz bor. Men xonamda o'tiraman, chiqmayman deyapman. Ularni yuzi menga ko'rinmayapti, orqada ezilyaptilar men uchun. Bilib turibdilar. Men xohlamayotganim teysam, hayotim o'xshamayotganliklarini ham biladilar, lekin otam uchun, bu yoqda ona bo'lgani uchun bildirmayapti. Bo'lmasam, to'g'ri qolsan qizim, tegma desa bo'ladi, lekin bu yoqda o'sha qarindosh urug' bo'lgani uchun orasi uzilib ketmasin, erim bilan ammasini deb ko'nib shu narsaga achindim. To'g'risi onamni roli juda menga nima qildi, keyin otamni ham. Ikkalari men uchun eng Ba'zan qaynona yaxshi, sodda qizni kelin qiladi, lekin o'zining sovuqligi va tinimsiz tanbehlari bilan uning qalbini asta-sekin sindiradi. Avval sabrli, muloyim bo'lgan kelin vaqt o'tib ranjiydi, ichidan o'zgaradi va oxiri o'zini himoya qilish uchun tubanlashadi. Kelinni aynan shu ahvolga solib qo'ygan qaynona esa yana bir bor aybni kelinga yuklaydi. Shunday qilib adolat va haqiqatning o'zi butunlay soya ostida qoladi. Milliy telekanalda Dushman kelin serialini kuzatishda davom eting. Eng qiziqarli voqealar hali oldinda. Siz esa bu murakkab taqdir